Ko'pchilik chet ellik bemorlarimizdan kelib tushgan savol. Embrion transferidan keyin samolyotda uchsak bo'ladimi? Biz shifokorlar odatda uchishlarni ayolning organizmiga hech qanaqa zarari yo'q deb hisoblaymiz, lekin embrion transfer qilganidan keyin 1, 2, 3 sutka riskli kunlar hisoblanadi. Ayni shu kunlarda turli xil turdagi jismoniy zo'riqishlar hamda bosim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarni ayollarda cheklashni tavsiya beramiz. Shu bilan birgalikda uzoq safarlar natijasida ayollarda, xususan homilador bo'lish niyatidagi ayollarda tromboz kasalligining kelib chiqish xavfi bo'ladi. Uzoq safarlarga otlangan bemorlarimizga bizlar odatda kompression paypoqlarni kiyishlarini tavsiya beramiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, samolyot biletlarini agar kechiktirish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, albatta kechiktirishni tavsiya beramiz. Agar iloji bo'lmaydigan bo'lsa, o'z reproduktologingiz bilan albatta maslahat qilib, keyin safarga chiqishingizni tavsiya berib qolamiz.